1945-yilda Ikkinchi jahon urushi yakunlandi. Dunyo nihoyat tinchlik o'rnatiladi deb o'ylagan edi. Ammo bu safar urush frontlarda emas, balki yopiq eshiklar ortida boshlandi. Bu urushda millionlab askarlar emas, balki yuzlab maxfiy agentlar qatnashardi. Ularning quroli qurol emas, sir, aldov va razvedka edi. Bu tarixga sovuq urush nomi bilan kirdi. Bu yashirin kurashning markazida ikki qudratli razvedka xizmati turardi. AQShning markaziy razvedka boshqarmasi CIA va Sovet ittifoqining davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB. Ular o'nlab yillar davomida dunyoning turli burchaklarida bir-biriga qarshi maxfiy operatsiyalar olib bordi. 1947-yilda AQSh prezidenti Garri Truman CIA'ni tashkil etdi. Uning vazifasi xorijdan razvedka ma'lumotlarini to'plash va AQSh xavfsizligini himoya qilish edi. Oradan ko'p o'tmay Sovet ittifoqi ham o'zining kuchli razvedka tizimini yanada mustahkamladi va KGBni dunyodagi eng qudratli maxfiy xizmatlardan biriga aylantirdi. Shundan so'ng butun dunyo ko'rinmas jang maydoniga aylandi. Berlin, Moskva, Washington, London va boshqa yirik shaharlarda minglab josuslar yashirin faoliyat olib bordi. Ular diplomat, jurnalist, olim yoki tadbirkor niqobi ostida davlat sirlarini qo'lga kiritishga harakat qilardi. Eng keskin kurashlardan biri Berlin shahrida bo'ldi. Sharqiy va g'arbiy Berlin ikki mafkuraning ramziga aylangan edi. Aynan shu yerda ko'plab maxfiy agentlar uchrashdi, ma'lumotlar almashdi va ayrimlari qo'lga tushdi. Hatto yer ostidan maxfiy tunnel qazilib, aloqa liniyalari tinglangani haqida tarixiy ma'lumotlar mavjud. CIA va KGB faqat josuslar bilan cheklanib qolmadi. Ular dunyoning turli mamlakatlarida hukumatlarni qo'llab-quvvatlash yoki ularga qarshi yashirin operatsiyalar o'tkazdi. Ayrim davlatlarda davlat to'ntarishlari, yashirin moliyalashtirish va maxfiy tashviqot kampaniyalari aynan sovuq urush raqobati bilan bog'liq edi. Bu urushning eng xavfli tomoni shundaki, ikki davlat bir-birining yadroviy sirlarini qo'lga kiritishga urinardi. Har bir yangi raketa, har bir yangi harbiy loyiha haqida ma'lumot olish millionlab odamlarning taqdirini o'zgartirishi mumkin edi. Shu sababli ilmiy markazlar, harbiy bazalar va elchixonalar doimiy kuzatuv ostida bo'lgan. Bu davrda ko'plab ikki tomonlama agentlar ham paydo bo'ldi. Ular bir davlatga xizmat qilayotgandek ko'rinsa-da, aslida ikkinchi tomonga maxfiy ma'lumot yetkazardi. Ba'zilari fosh etilib qamoqqa tashlandi, ayrimlari esa umrining oxirigacha o'z sirlarini saqlab qoldi. 1991-yilda Sovet ittifoqi parchalangach, KGB ham tugatildi va uning o'rnida yangi xavfsizlik tuzilmalari tashkil etildi. Ammo josuslik hech qachon to'xtamadi. Bugungi kunda ham davlatlar o'rtasidagi razvedka kurashi internet, sun'iy yo'ldoshlar va kiberhujumlar orqali davom etmoqda. CIA va KGB o'rtasidagi maxfiy urush insoniyat tarixidagi eng uzoq va eng yashirin qarama-qarshiliklardan biri bo'lib qolmoqda. Bu urushning ko'plab sahifalari hanuzgacha maxfiy arxivlarda saqlanmoqda. Balki kelajakda ochiladigan yangi hujjatlar biz bilmagan yana ko'plab sirlarni fosh etar. Agar sizga shunday tarixiy va maxfiy operatsiyalar haqidagi videolar yoqsa, Signal 24 kanaliga obuna bo'ling va keyingi hujjatli videolarni o'tkazib yubormang.